Tillarga bәgisiz bir cümlə. Hörmətə layiq hər qandaq kişi bilan fəzilətini yo'qotgan hər qandaq kişinin jismidən bu bir cümlənin qudretini görə alaymiz. Şuna ballarga qaldırdıgan udumlarımız içində aşı bir cümlədimi qimmatli nəsə bolması kerak. Biraq məndən qızının kelgüsüdən niməni kütsən deb sorsam, obdan xizmətə erişikən, öz yoqturdigan kəsb bilan şug'ullansıkən, başqalar bilan əb o'sikən, sirdaş dostlar bo'lsikən, nikohidan ko'ngli suv ichsikən, baxtli oilasi bo'lsikən deb javob berman albatta. Desam demasam, ata-onalarning hammasi mendek o'ylaydi. Halbuki bundaq arzu-armonlarni ishga oshirishda taqdir peshonigimi, tangriga emas, faqat o'zimizga tayanamiz. Hayotimda ko'rgan nurg'un odam va ularning farqli kishilik hayotidan taqdiringni mijoz xulqingdan ko'r degan so'zning dard haqiqat ekanligini texmo cho'nqur tunib yetdim. Şuna qızımның bəxt peshonasi haqida xiyol surganimda oldi bilan uning pixsiq sog'lomligini nazarga olaman. Pixsiq sog'lomlik nurg'un omillarni o'z ichiga oladi. Masalan, uni bir bog'chaga o'xshatsak, ishonch, do'stlik, samimiyat va o'zaro tushunish deganlar go'yo o'sha bog'chadagi chiroyli gul-giyohlar bilan baq-baraqsan o'sgan dal-daraxtlarga. Mavzuyimizda qayd qilingan tillarga bәgisiz bir cümle bo'lsa, ash gul-giyoh va dal-daraxtlar o'sib yetildigan munbat tuproq o'xshaydi. Şuna qizimning hayotlik gulistonini ko'zi yomonning ko'zi, so'zi yomonning so'zidan saqlaydigan, qizimning iqbol manzillarini yoritadigan birər tumar bitishga to'g'ri kelsa, uningga oldi bilan amaliyotchil bo'ling deb yozaman. Bu dal tillarga bәgisiz bir cümle so'zdir. Bu bir cümle bəklə addi boğaşqa asal yadımızdan kötürülüp gididu. Amma onundan hər dəqiq ayrılamayımız. Hörmətə layiq hər qandaq kişi bilan fəzilətini yo'qotgan hər qandaq kişinin jismidən bu bir cümlenin qadırtını görə alaymiz. Şuna ballarga qaldırgan udumlarımız içində aşı bir cümledimi qimmatli nəsə barmıdı? Bu bir cümlenin qudretini ayrılgan kişilik hayat go'yo havasızlangan halokatli zaminga o'xshaydi. Şuna uni tillarga bәgisiz bir cümle deymiz. Odatda bu bir cümlenin qimmatini balaga og'zaki tushuntirishda bulbuldek sayrab ketimiz-yu, ammo deganlarimizni amaliyotda ko'rsatmagimiz ba'zi mushkul. Bundaq savallikni ko'pincha parvosizlik vajidan sodir qilganligimiz uchun u fazilatimizdagi nuqsonlardan hisoblanmasimi, uning balaga beradigan ta'siri bekmi yomon. Chunki balalar ota-onasining harakatiga aylanmagan o'git-nasihatlarga parvo qilmaydi. Hatto uning aksiga yo'l tutadi. Misalan, ba'zi ota-onalar balalarning yuzichila pullarning yaxshisi yo'q deb vaysaydi. Ondan o'zining quli qisqaligidan qaqshab, yo'qsizlikni jamiyat yoki boshqalardan ko'radi. Bundaq muhitda cho'ng bo'lgan bola bara-bara gangrab qoladi. Ba'zi ota-onalar bolam har qanday ishda samimiy bo'l degan gapni og'zidan tushirmaydi-yu, o'zlari hadislar, shuhratparastlik, so'latvozlik qiladi. Bunda tarbiya muhitida o'sgan bolalarning tillarga bәgisiz bir cümlening chin ma'nosini tushunib, uni o'z ixlosiga aylantirib olishi mumkin emas. Şuna ballarga tillarga bәgisiz bir cümlenin qimmatini bildirish niyatidagi ota-onalar oldi bilan 60'larimizni kuzatib, so'zimiz bilan harakatimizning birdek bo'lgan bo'lmaganligi ustida o'ylanayli. Chunki demakdan qilmoq a'lo. Ar-xotin ishkimiz bal tarbiyasida hadislar amaliyotchil bo'ling deb so'zlab yurmasakmi, o'z amaliyatimizga azaldan tatbiq qilib kelganmiz. Jumladan biz buningda o'zimizning harakatini birinchi o'ringa, balaga bo'lgan o'gitni ikkinchi o'ringa qo'yatdik. Biz boladan imtihonda necha numar elishni, natijada nechinchi qatorga o'tishni emas, balki o'rganishda amaliyotchil bo'lishni talab qilardik. Bolaning psixik jihatdagi haqiqiy tuyg'usiga alohida ahamiyat berganligimiz uchun uni ra'yi bo'lmagan ishga, shaklan ra'yishlikqa hargiz zo'rlamaydik. Bolada o'zi va boshqalarning yetarsizligini aynan obyektiv tunib, uni tashabbuskorlik bilan o'zgartirish qobiliyatini yetildirish maqsadida doim uyda fikr elish yig'ini chaqiratdik. Ishqilib turmushimizga har bir detaldan bolaga amaliyotchilikni singdirish tarbiyasining xilma-xil shakllarini bayqash mumkin. Qizim boshlang'ich maktabga kirib, birinchi mavsumlik o'qishni tamomlagan chog'lar edi. Muallim qizimning sinifidan 3 nafar 3 yaxshi o'quvchi saylamoqchi bo'lib, bolalarning har biriga 3 parchadan nomsiz bilet tashlatqizibdi. Sinfda jami 45 bola bor ekan. Qizim 43 biletga erishib birinchi bo'ldi. Faqat 2 o'g'il bola uning bilet tashlamabdi. Qizim buni shu 2 o'g'il bolaning og'zidan anglabdi.
Qizimning sinf bo'yicha eng yuqori biletga erishganligidan xushal bo'lgan bo'lsam, turib o'ylab qoldim. Qizim o'zigim bilet tashlagan o'xshaydi. Bunda qilsa bo'larmi? Haliq ishki bolaning qizimga bilet tashlamaganligidan qaraganda, u ikkisining qizimga boshqacha fikrda degan gap. Yana turiblar o'zimning hamoqatligimga kulgim keldi. Bolalar o'ziga bilet tashlasa nimishga bo'lmadik. Haliq ishki bolaning qizimga bilet tashlamaganligi ularning qizimga zodi boshqacha fikrda ekanligini bildiramdi. Ularning hammasi 6 yoshlik beg'ubor bolalar tursa. Ularda nədimi undaq çakını o'y xiyollar bo'lsin. Qizim sinfda bo'lgan bu ishlarni menga go'yo hech bo'lmagandek kulib turib deb berdi. Haliq ishki bolaning bilet tashlamaganligini tilga olgandimi, uning chehrida hech qanday ajablanish alomatlari ko'rinmadi. Buni ko'rib, bayqa o'ylarimni qizimga deb sanmaganligimdan ichimda xo'sh bo'ldim. Navbat men bu ishdan hayron qolganligimni bolaga chondirib qo'ygan bo'lsam, qizim gangarab qilib, qalbiga bir xil qora ko'langa soya tashlagan bo'lar edi. Berib qizimning peshonasini so'ydim va "Barakallah go'hrim, barakallah" dedim rozimanlik bilan. Ertasi qizim topshiriqlarni ishlab bo'lib, keyin mendan tuyuqsiz so'rab qoldi. "Appa, 3 yosh saylaganda o'zi bilet tashlasa bo'lamdi?" "Albatta bo'ldi" dedim men gapni kesibla. 3 yoshga saylanishga shartim to'shidi deb qarasa, o'ziga bilet tashlasa albatta bo'laveradi. Sizmi shunday qildingiz-ku? Bu gapni anglagan qizim partidishining 3 yosh saylashda o'ziga emas, boshqalarga bilet tashlash kerak. Navoda o'ziga bilet tashlasa, manmanchilik bo'lib qoladi deganligini hayronlik bilan so'zlab berdi. Bu gaplardan qizimning partidishining qandaqdir biror cho'ng'am o'rgatgan aql bilan ish qilganligini jazmladim. Ammo bu o'yimni bolaga udlaytmay kulib turib agitdim. U savodishingiz xato tushunyapti. Uning deb qo'ying, o'zining 3 yosh saylanish shartiga to'shdiganligiga ko'z yetmasa, u boshqa gap. Shark to'shiman deb qarsam, o'ziga bilet tashlashga tamoman bo'ladi. O'zining 3 yaxshi saylanish shartiga to'shdiganligini bilib turib, ham osh sharafni orzu qilib turib, kamtarlik qildim deb qasdan o'ziga bilet tashlamasa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki o'ziga bilet tashlash bilan kamtarlik ikki gap. Qizim shundan keyingi har mavsumlik 3 yaxshi saylimida o'ziga bilet tashlab keldi. O'zim ham a'lochi, ham sinf kadri bo'lg'achqa ishonchisi kuchli edi. Shundan keyin qizim sinfdagi saboqdoshlarining bu jihatda boshqacha qarash ekanligini bayqab qopti. Chunki bolalar kimning kimga bilet tashlaganligiga bakrak qiziqsimi, o'zlariga bilet tashlaganligini boshqalar demaydi ekan. Ammo qizim boshqalar kimga bilet tashlading deb so'rab qolgandek bo'lsa, o'zigami bir bilet tashlaganligini yushirmay davradi ekan. Qizim bu ishda gangarab qolgan chog'larida mendan maslahat oladi. Men uni mundaq tarbiya qilatdim. Qilganlarini dodillik bilan deyish eng esil fazilatning belgisi qizim. Kishilarga bilet tashlashda o'zingiz to'g'ri topgan prinsip bo'yicha ish ko'rsangizlar, buning nomus qilgandek hech qanday yeri yo'q. Nomus qilish to'g'ri kelsa, ayni ishni yushiradigan yasalmoqdan nomus qilgulik. O'yda davomli bo'linadigan bu gaplar qizimning ko'nglini avandurg'ashqa, u qilganini yushirmaydigan odatni izchil tashlamadi. Qizim to'liqsiz o'rta maktabning 1-yiliga chiqqan yili sinfda yana 3 yaxshi saylim bo'lgan ekan, u ilgirgidek o'ziga bir bilet tashlabdi. Ham bu ishni yotoqda deb beribdi. Ammo u tantarbiyada a'lochi emas, yaxshi bo'linib qolg'achqa 3 yaxshi saylanish salohiyatiga erishamabdi. Shunda bir necha kun ilgari qizim gapdorlikda o'zining 3 yaxshi o'quvchilik sharafini davomli saqlag'isi borligini, ammo tantarbiya natijasining bu ishda salbiy ta'sir ko'rsatib qolishidan ansirayotganligini deb bergaydi. Shu chog'da uning ko'ngliga men bunday deb tasalli bergaydim. Endi 10 yoshga kirdingiz qizim. Boshqa savodoshlaringizdan 2-3 yosh kichiksiz. Boshqa bolalar yosh davriga qadam qo'ydi. Ammo sizning yoshingiz, cho'g'ingiz boshlang'ich maktab bolalarniki bilan teng. Shunga maktab bu ahvolni nazarda tutib, tantarbiya shartini kengroq qo'yib berish mumkin. Uning ustiga sinf mudirimi yaqinda chaqirilgan, ota-onalar yaqinda qizimni o'z ichiga olgan 4 bolaning atigalik chiniqishda intayin aktiv ekanligini maqtab bergachga, uning to'liqsiz o'rta maktabdami izchil 3 yaxshi bo'lib o'qiy olishida gap yo'q deb o'ylagan edim. Ammo maktab bu ahvolni nazarga olmadi. Buning bilan 2-yildagi 3 yaxshi saylimida qizim o'ziga bilet tashlamadi. Chunki u tantarbiyada yanada a'lo bo'lmagan edi. Shug'unisi qizim yotoqdoshlariga bu dövrem o'ziga bilet tashlamaganligini aytgan ekan, ba'zilar uningdan o'z ishini xupiyon tutib, aql ishlatishni o'rganibdi deb gumon qilinishibdi. Bolalar nimacha murakkab o'ylab ketadigandu, dedi qizim gap borlig'ida xavotirlanib. Qizimning bu gapidan uning bu jihatda xalla tamkinlashib qolganligini bayqadim.
Aradan uzun o'tmayli qizimning sinfida sinf kadri saylimi bo'pti. Qizim odatda o'zi ancha yoqtirib ketmaydigan bir balaga bilet tashlabdi. Chunki qizim u balani yoqtirmagani bilan boshqarish iqtidori kuchli sinf kadri bo'lishga munosib deb qaraydi ekan. Sinf kadri degan bu ataq to'liqsiz o'rta maktab bolalarining nazarida chaqnab turadigan sharaf. Shunga sinf kadri saylashga tashlanadigan har bir biletda bilet egasining subyektiv arzusi ozdir ko'pdir aks etgan bo'ladi. Chunki bolalar aşı biletni o'zining yaqinlariga tashlashni xohlaydi. Ammo qizim buningda shaxsiy g'arazini emas, sinf xizmatini nazar tutqachqa biletni o'z yoqtirmaydigan bir bolaga tashlabdi. Bu tillaga bagsiz bir jumlada ta'kidlanadigan qimmatli ruh albatta. Bir balaning kelgusi hayotlik musofasini mazmut besish basalmasligi uning tillaga bagsiz bir jumlani qanchalik o'zlashtirganligi va uni qirollikqa qadam qo'ygandan keyin tafakkur usuliga qanchalik yaqinlashtira olganligiga bog'liq. Amaliyotchil bo'lishning aksi saxtalik. Saxtalik, ya'ni shuhratparastlik, yengiltaklik, shundaqla uning hosilotidan bo'lmish tarsaliq va hasad qatorliqlar qarmoqqa e'ron qilmasimi bo'ladigan kichkina ishda ko'ringani bilan amaliyotda uning salbiyatlari nihoyat ig'ir. Hozir hammamizning bolasi birdilla otasi atalmagan qo'ng'izni, bolasi atsin tungizni deydigan istak vajdan bir qism ota-onalarda bola tarbiyasidagi shuhratparastlik, yengiltaklik va tarsaliq xalallarga adab qoldi. Saxtalik qaplagan muhitdagi bolalarning kunlari azob ichida o'tadi. Undaq bolalar osonla mag'lub bo'ladi. Yomon yeri bolalarni qanday yo'lga boshlayotganligimizni bilmayapmiz. Nurg'un ota-onalarning bola tarbiyasida yo'liqqan ba'zi qiyinchiliklarni hal qilishiga yordam qilib boqqan bo'ldim. Ammo ba'zi inchik masalalarni hal qilish mumkinligining yo'q deyarligi meni hasratga qo'ydi. Nurg'unlarimizning bola tarbiyasidagi nomuvofiqlik bu jihatda bildiganlarimizning kamligidan emas, balki shuhratparastligimiz va yengiltakligimiz vajidan kelib chiqqanligini tadrijiy tunib yetdim. Yaqinda yo'liqtirgan mundaq bir ishni yuqorida deganlarimning tipi sifatida so'zlab beray. Tunushlarimdan biri telefon berib, psixik jihatda qiyinchilik yo'liqqan bir qizga maslahatchi bo'lishimni o'tindi. 25 yosh kirgan bu qizning dadasi to'liq o'rta maktabning oliy darajalik muallimi bo'lib, dangliq bir maktabda matematik dars berar ekan. Uning ustiga ko'pincha to'liq o'rta maktabni bitiradigan sinfni tutar ekan. U dars bergan bolalar degidek Tsinghua universiteti, Beijing universiteti qatorliq dangliq maktablarga kiralaydigan bo'lg'achqa o'zimi kasbdoshlar aro barmoqlab sanildi ekan. U qizning onasimi o'rta maktab muallimi ekan. Bu ishki muallim oilada qiziga nihoyat qattiq talab qo'ydi ekan. U boshlang'ich maktabdan tartibla nihoyat yaxshi o'qig'achqa to'liq o'rta maktabga chiqqanda dadasi ishlaydigan maktabga kiribdi. Ba'zilar bu qizni to'liq o'rta maktabdagi natijasiga asosan Tsinghua universitetiga kiralaydi deb qarasimi, qiz o'zi buningga degandek ishonch qilolmabdi. Lekin arzu to'ldirgan chog'da u qizning dadasi Tsinghua universitetiga kiramisangiz, munbarda mening gapim o'tmay qoldi deb turibdi. Anasımı bala o'qitishda barmoqlab sanalman, shunga Tsinghua universitetiga o'tmasangiz yuzim tushib ketadi debdi. Shunda qilib ular qizimiz boshqa maktabda o'qiyman degan xayolda bo'lib qolmasin degan niyatda qizning arzu jadvaliga faqat Tsinghua universitetini yozdiribdi. Ammo u qizning nomeri o'lchamdan 8 nomer kamlab qolib, Tsinghua universitetiga kiramay to'liq o'rta maktabni qayta bir yil o'qishga majbur bo'libdi. İkinci yili arzu to'ldirgan chog'da haliga qiz birinchi arzusiga Tsinghua universitetini to'ldirib qo'ysa, yana bulturqidek tiryaga diya qilishdan ansirab, boshqa bir maktabni to'ldirmoqchi bo'libdi ekan. Ota-onasi boshqa maktablarga bulturqi nomer bilan kiralaydingiz. Nima degan bilan bir yil tayyorlik qildingiz. Shunga birinchi arzuga qo'rqmay Tsinghua universitetini yozing, chuqur o'tib ketasiz deb turibdi. Shunda qilib qiz birinchi arzusiga Tsinghua universitetini, ikkinchi arzusiga boshqa bir maktabni yozibdi. Ammo shu yilmi u qizning natijasi Tsinghua universitetiga bir necha nomer kam qilib qabul qilinmay, ikkinchi arzusiga yozgan maktabdan chaqiriq kelibdi. U maktabmi hali nomi bor maktablardan ekan. Ammo qizning ota-onasi bolasini Tsinghua universitetiga kirgizolmaganligidan ko'ngli bakmi yerim bo'libdi. Bo'libmi qizning bir yil qayta o'qib turibmi, yana odatga bir maktabga kirib qolganligidan aldan nomus qilib, demi ichiga tushib ketibdi. Bunun bilan u qiz 4 yilni qattiq pushaymon ichida bakmi test o'tkazibdi. Hatto arada yarim yil o'qishdan to'xtab dam olishga majbur bo'libdi. U qiz to'liq kursni bitiradigan chog'da Tsinghua universitetining magistrligiga imtihon berib o'tolmabdi.
magistrlikni chet elda o'qimoqchi bo'lib, 2 dangliq maktabga iltimos qilib beqibdi ekan, nima uchundir bu ish musuqchilashibdi. Buning bilan u qiz yana bir navbat qattiq zarbaga uchrabdi. U qizning ota-onasi tanishlarining yordami bilan qizni yomon emas bir idoraga o'rlashtirib qo'yibdi. U idoraga shu qiz bilan tang kirgan yana 2 o'ylan bor ekandiq. Oradan 1,5 yil o'tgandan keyin halqa 2 o'ylandan biri bir bilimning mas'ulligiga o'stirilibdi. Bu ishni bakli ichiga elib ketgan qiz idorasiga debmi qo'ymay uydan chiqib ketib, yarim oygacha qaytib kelmabdi. Uy qaytib kelgandan keyinmi idorasiga bog'lanmabdi. U qiz ertadan kechgacha uydan chiqmaydi ekan. Har qanday ishdan rayinib ketgachga kunlarini to'rga chiqish va uxlash bilan o'tkazdi ekan. U qiz ota-onasining yig'lab yolvurishlari bilan oxiri psixik doktorga ko'rinibdi ekan. Doktor xomushlik kasali deb diagnoz qo'yibdi va uning bilan sirdishib ko'rgandan keyin dori yozib beribdi. Ammo oradan bir oydan ortiqroq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, doktorning dorisi hech qancha shifo qilmabdi. U qiz ertadan kechgacha pardalari himitilgan uyga sulinib o'tirdi ekan. Hatto boshlar deraza pardasini qayirib qo'ysa-mu, xafa bo'ldi ekan. U qizning dadasi-mu azobdan o'zini yo'qotib qo'yayli debdi. U kishi azaldan har qanday ishda o'tib chiqmasa, unumaydigan intayin basxo'r odam ekandiq. Bir necha yildan buyon qizning beshiga kelgan kulfatlarni ko'rib, "Amdi yuzim qonmadi, tugashdim" deb qattiq azoblanibdi. Bu ishlarni anglagandan keyin hali qizga bakmi echindim. Ammo mendan yordam so'ragan hali kishiga mundaq javob berishga majbur bo'ldim. Kechiring, u qizga psixik maslahatchisi bo'lolmaganman. Bu yordam qilishni xohlamaganim emas. O'ylab baxsam, u ish rostila qo'limdan kelmaydi ekan. U kishining bayonlaridan bo'libmi ba'zi bir tafsilotlardan hali qizning hozirgacha hayotda nihoyat ta'sir bardosh berib kelayotganligini cho'nqur his qildim. Anglaganlarim garchi qiz yo'liqqan ishning o'zili bo'lsa-mu, hali qizning ota-onasining oliy maktab imtihon berish ishiga tutgan pozitsiyasidan ularning kundalik turmushdami ashundoq tafakkur usuli bo'yicha muomala qilganligini jazmlashtirishga bo'ldi. U qizning mag'lubiyati tasodifiy ish emas. Balki uzun yillardan beri yig'ilib qolgan masalalarning oliy maktab imtihoni sababli portlashi. Demak, shuhratparast ota-onalar o'zini hordirib, kardan chiqarib qolmay, oxirgi hisobda bolani nobud qiladi. Navoda vaqtni keyinga yondirg'ul bo'lgan bo'lsa edi, u qizga jon deb yordam qilgan va uning ota-onasiga shundoq degan bo'lardim. Balamni durust tarbiyalayman degan odam har qanday ishda amaliyotni asos qilish kerak. Shunga qanchaki amaliyotchil bo'lsanglar, qizinglarning hayotlik musofasi shuncha ravolashidi. Peshonasiga baxt qush qo'nib, sizlarni faxrlantiradi. Rousseau mundaq deydi: "Eng yuksak axloq boshqalarga ko'z-ko'z qilinadigan ko'rimlik bo'lmagani uchun u ham pasib keladi, ham osonlikcha vujudga chiqmaydi." Bu bir cümle boshlarga emas, o'zimizga tatbiqlab baxsak, mundaq tushunish mumkin. Odam o'z nishonlagan ishda cho'qim amaliyotchil bo'lishi, uni hargiz haqqa ko'z-ko'z qiladigan ko'rimlikka aylantirib qo'ymasligi lozim. Bu o'ziga samimiy va do'stona pozitsiya tutganlikdir. Ammo uni ishga oshirmoq ba'zi mushkul. Ko'pincha hollarda o'zimizdagi saxtaliklarni osonlikcha bayqay olmaymiz. Bu dal bizdagi shuhratparastlik va yengiltaklikning manbasidir. Bu odatda bolani kas kelmas maqtab uchirish yoki jazolab adabin berish, poni bo'lishiga etish, qarshi tarafni gapga tushirish, hatto bolalarning kasb, xizmat va loyiha tanlashiga chat kirib olish qatorliq illatlarimiz ifodalanadi. Shundaqla vaqtning o'tishiga ergashib, bora-bora bolaning qimmat qarashini qalaymuqallashtirib, oxir bolani o'zini dangsiyamaydigan bequvol holatga tushirib qo'ydi. Odamiy hayotning kushandisi, tafakkur usulini buzadigan ezitqulardan bo'lmish saxtalik, oxir kishilarni boshlarga obyektiv yuzlanamaydigan, o'ziga samimiy pozitsiya tutmaydigan qilib qo'ydi. Amaliyotchil ruhdan mustasno odam har qancha chechan bo'lsa-mu, nazari past keldi. Har qancha tirishchanlik ko'rsatsa-mu, armog'i tushliq darmoni bo'lmaydi. O'zini har qancha cho'ng tutsa-mu, yuragi po'h-po'h keladi. Boshqalarni qadrlashga har qancha urinib baqsa-mu, uni aplashtirolmaydi. Undaq odamlarda muloyimlik va tamkinlik kamchil bo'lgani uchun oddiy ammo baxtli kishilardan bo'lishga qurbi yetmaydi. Xoslik va ijodchanlik kamchil bo'lganlik uchun boshqalardan abadiy osholmaydi. Ota-onalar bolada amaliyotchil ruhni yetildirish uchun so'z va harakat birligini o'z amaliyotida ulgu qilib ko'rsatishdan boshqa kitobning rolidanmi foydalanish kerak. Bo'libmi mashhurlar haqidagi biografik asarlar bolalarga kuchli ta'sir ko'rsata oladi.
Tarixda o'tgan mashhur shaxslar, mayli olim bo'lsin, san'atkor bo'lsin, siyosiyon bo'lsin yoki korxonchi bo'lsin, hammasi kasbiga ishtiyoq bog'lagan. İradəsi müstəhkəm, icadçan, eڭi yüksək, fikir və mənəviyyatda əməliyyatçıl kişilər. Ularning muvaffaqiyat mevlari dal əməliyyatçılıqdan ibarət bu yemirilməz tuproqda o'sib yetilgan. Şuna mashhur kishilar haqidagi biografik asarlarni o'qiganda har xil kishilar va ularning esil ideyasi bilan g'oyiban tunishib, shu orqali oq ko'ngillik va samimiylikni yetildirgan bo'ladi. Amaliyotchil bo'lish ham tegiga yetkil bo'lmaydigan tangdosh sistema. Ham hech qanday hunar taktik ishlatmay turibmi, har qachon har zamon amalga oshirib bo'ladigan oddiy ish. Bu tillarga bag'siz bir jumla ham bezaksiz, ham deraksiz bo'lgani bilan odam uchun eng mustahkam qalqon. Ziyada oddiy sodligi bilan kishini julalantiradigan eng kuchtar. Esimizde bo'lsinki, balaga tillarga bag'siz bir jumlani udum qoldirganimiz tog'dek javoharatni dövrlab bergandimmi, ming a'lo.